Ertaga 2026-yil 11 yanvar kuni RTV telekanalida O'zbek serialining eng ta'sirli 40 qismi chiqadi. Marjona. Bu seriya chinakam yurakni larzaga soladigan voqealar bilan to'la bo'ladi. Bosh qahramon endi oilaviy burch bilan chin sevgi o'rtasida qoladi. Qalbi ikkiga bo'linib turibdi. Juda ta'sirli yarashuv manzaralari, ko'z yoshlari bilan aralashgan tabassumlar va oxirgi soniyagacha hayajonni ushlab turadigan o'tkir burilishlarni ko'ramiz. Rejissyor zo'r mahorat bilan syujetni boshqaradi. Aktyorlar shunday samimiy o'ynaydiki, har bir nigoh va nafasga ishonib qolasiz. Marjona bu qismda yanada chuqurroq ochiladi. Uning ruhiy kuchi va nozikligi shunchalik jozibadorki, tomosha qilishdan to'xtab bo'lmaydi. Serial o'zbek oilasining ajoyib muhiti, chiroyli an'analari va zamonaviy harakati bilan hamon quvontirib kelmoqda. O'tkazib yubormang, bu mavsumdagi eng yorqin qismlardan biri, iliqlik, drama va umidga to'la. Ro'molcha va popkorn tayyorlang, juda kuchli bo'ladi.